Assalomu alaykum barchaga. Demak, biz sizlar bilan majburiy matematika 7-testimiz tahlilini boshlaymiz. Xo'p, birinchi misolimizda ushbu sonlar qatorida nechta tub son bor degan savol beryapti. O'z tub son nima? O'z tub sonimiz faqatgina o'ziga va birga bo'linadigan son deb aytiladi. Xo'p, masalan, eng kichik tub sonimiz bu 2. Chunki 2 miz faqatgina, ya'ni bo'luvchilari 1 va 2 bo'lganligi uchun. Masalan, 3 bor. Buni bo'luvchilari 1 va 3 bo'lganligi uchun. 4 desa 4 tub son bo'la olmaydi. Sababi 1 ga 2 ga hamda 4 ga bo'linib qoladi. Ya'ni bo'luvchilari 2 tadan ortib ketib qoladi. Demak, bular nima ekan? Tub sonlar bo'lmaydi. Demak, faqatgina bo'luvchilari 1 va 2, ya'ni 1 va o'zidan iborat bo'lgan sonlarimiz tub sonlar sifatida qaralar ekan. Birinchi sonimizda 12 degan sonlarimiz 1 va o'zidan boshqa, ya'ni 12 degan sonlarimiz 1 va o'zidan boshqa bir qancha sonlarga bo'linadi. Ya'ni 3 ga bo'linib qoladi, 4 ga bo'linib qoladi va hokazo. Demak, 12 miz tub son emas. Xo'p, 12 tub son emas, 36 36 ham 2 ga, 3 ga, 4 ga, 9 ga bo'linib qolgani uchun 36 tub son hisoblanmaydi. 47 47 degan sonimiz faqatgina 1 va 47 sonlarga bo'linadi. Demak, bu sonimiz tub son sifatida qarasak bo'ladi. 61 sonimiz ham 1 va 61 ga bo'linadi. Qolgan sonlarga tekshirib ko'rishligimiz mumkin bo'ladi. Demak, 1 va 61imiz ham o'zaro tub son sifatida qarasak bo'ladi. Endi 77 degan sonimiz 7 ga 11 ga bo'linib qolganligi sababli u tub son sifatida qaralmaydi. Demak, 2 dona degan tub sonimiz bor ekan. Bu javobimiz bizda B variantiga mos keladi. Navbatdagi misolimizga o'tamiz. Quyidagi berilgan sonlardan qaysi biri 15 ga qoldiqsiz bo'linadi? Xo'p, 15 ga hammasini bo'lib chiqishligi mumkin yoki 15 ning bo'linish qoidasi quyidagicha edi. 3 karra 5 deb nomlab oladigan bo'lsak, berilgan sonimiz 3 ga va 5 ga bo'linsa, bu sonimiz 15 ga bo'linadigan qoidadan ketamiz. Xo'p, 5 ga bo'linish qoidasi nima edi? 5 ga bo'linish qoidasi oxir raqami 0 yoki 5 bilan tugasa. E'tibor beradigan bo'lsak, hammasini oxir raqami 5 bilan tugayapti. Demak, hammasi 5 ga qoldiqsiz bo'linadi. Endi 3 niki nima edi? 3 ning bo'linish qoidasi raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linsa. Kelib, bir-ikkidan tekshiramiz. A javobda 1235 ni raqamlarni qo'shib chiqamiz. 1 qo'shilgan, 2 qo'shilgan, 3 qo'shilgan 5. Hammasini yig'indisi 11 bo'lib qoladi. Bu 3 ga qoldiqsiz bo'linmaydi. Demak, bu sonimiz 15 ga ham qoldiqsiz bo'linmaydi. B variantimizda 4225. Qani sinab ko'ramiz? 4 qo'shilgan, 2 qo'shilgan, 2 qo'shilgan 5. Bunda javobimiz umumiy ravishda 13 degan javob chiqadi. Bu ham 3 ga qoldiqsiz bo'linmaydi. Navbatdagisi, hop, 11115 degan sonimizni raqamlarni qo'shamiz. 1 qo'shilgan, 1 qo'shilgan, 1 qo'shilgan, 1 qo'shilgan 5. Bunda raqamlar yig'indisi 9 bo'lyapti. 9 degan sonimiz 3 ga qoldiqsiz bo'linadi. Demak, mana shu C variantidagi javobimiz 3 ga ham 5 ga ham qoldiqsiz bo'linadi. Demak, 15 ga ham qoldiqsiz bo'linadi deb qo'yamiz. D javobni har tomonga tekshirib ko'ramiz. Mana 2 qo'shilgan, 3 qo'shilgan, 1 qo'shilgan 5. Bunda raqamlar yig'indisi 11 kelib chiqyapti. Bu esa 3 ga qoldiqsiz bo'linmaydi. Demak, rostdan ham javobimiz C variantiga to'g'ri keladi. Navbatdagi misolimizga o'tamiz. Kubning barcha qirralar yig'indisi 36 ga teng bo'lsa, uning hajmini toping. Xo'p, avvalo kubning nechta qirrasi bor? Kubni hamma qirralari o'zaro teng va uning 12 ta qirrasi bor. Demak, 12 ta qirraning yig'indisi 12 ta A bo'ladi. Demak, 12 tani qiymati 36 ga teng bo'ladigan bo'lsa, bitta A ni qiymati topishlik uchun 36 ni 12 ga bo'lib qo'yamiz. Bunda A ni qiymati 3 degan javob kelib chiqadi. Demak, kubning bitta qirrasi 3 ga teng. Uning hajmini so'rayapti. Hajmi A ni kubi formasi orqali topadigan bo'lsak, 3 ning kubi, bu degani 3 ko'paygan 3 bo'lib, qiymati 27 ekanligi kelib chiqadi. Bu esa bizda A variantiga mos keladi. Navbatdagi 4-misolimizga o'tamiz. Quyidagi berilgan shaklning yuzini aniqlang deyapti. Xo'p, yaxshi. Nima ish qilamiz? Bizda hozir ikkita to'rtburchakdan iborat, ikkita shakldan iborat demoqchi. Birinchisi to'rtburchak, ikkinchisi esa uchburchak. Birinchi to'rtburchakning tomonlari 5 va 4. Demak, uni yuzasi S barobar A ko'paytirilgan B dan topadigan bo'lsak, 4 karra 5 20 sm kvadrat bo'ladi. Demak, to'rtburchakning yuzasi 4 karra 5 bo'lib 20 sm kvadrat bo'ldi. Endi uchburchak yuzasi nimaga teng? Xo'p, uning bir tomoni mana 4 sm parallel ko'chsa, bu ham 4 sm bo'ladi. Endi pastdagi umumiy hisob 7 sm ekan. Bir qismi esa 5 sm. Demak, qolgan qismga qancha qoladi? 7 dan 5 ni ayirganimiz 2 sm qoladi. Endi uchburchak yuzasini topishlik uchun, uchburchak yuzasini topishlik uchun ikkita tomonni ko'paytirib 2 ga bo'lib qo'yishligimiz kerak bo'ladi, chunki u to'rtburchakning yarmiga teng bo'lib qoladi. Demak, bunda 4 sm kvadrat ekanligi kelib chiqadi. Endi bizda ikkala yuzani yig'indisini topib qo'yishimiz kerak. Demak, S1 + S2 20 qo'shilgan 4, bu 24 sm kvadrat degan javob hosil bo'ladi. Bu javobimiz esa bizda A variantiga mos kelar ekan. Yaxshi, 5-savolimizga o'tamiz. Ushbu tenglamani yeching degan shart beryapti. Xo'p, birinchi qavs ichini ochamiz. Xo'p, 3 ni 2 ga, 3 ni 1 ga ko'paytirib olamiz birinchi. 3 kira 2
6x qo'shilgan 3 kara 1 3 barobar 4x ayrilgan 7. Endi tenglamani qoidasiga qarab noma'lumlar bir tarafga, sonlar esa bir tarafga olib o'tamiz. 6x turibdi. 4x ni chap tarafga minus 4x bo'lib o'tadi barobar minus 7 o'ng tarafdan turibdi. Plus 3 imiz o'ng tarafga minus 3 bo'lib o'tadi. 6x dan 4x ni ayirsak 2x qoladi. Barobar minus 3 ga minus 7 bu qo'shilib ketib minus 10 degan javob kelib chiqadi va x barobar 2 ga bo'lib yuborsak minus 5 degan qiymat hosil bo'ladi. Bu javobimiz ham A javobga to'g'ri kelar ekan. Navbatdagi savolga o'tamiz. Xo'p, A mulohaza: raqamlar yig'indisi 3 ga bo'lingan juft son 6 ga ham bo'linadi. B mulohaza: bironta ham juft tub son yo'q. Quyidagi mulohazalar uchun to'g'ri javobni aniqlang degan savol beryapti. Yaxshi, nima ish qilamiz? Birinchisi A mulohazamiz. Demak, raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linadigan juft son 6 ga ham bo'linadi. Hop, 6 ga bo'linish qoidasi nima edi o'zasida? 2 kara 3 deb faraz qiladigan bo'lsak, 2 ga ham 3 ga ham bo'lingan son 6 ga ham bo'linadi. Endi 2 ga bo'linish qoidasi nima edi? Berilgan sonimiz juft bo'lsa aytyapman. Bo'linadigan juft son deyapti. Demak, juft son bo'lganligi uchun bu 2 ga qoldiqsiz bo'linadi. Endi 3 gachi raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linadigan deyapti. Demak, 3 ta bo'linish qoidasi o'zi raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linishi kerak. Demak, buni ham to'g'ri aytyapti. Demak, raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linsa, bu son ham 3 ga bo'linadi. Endi 2 ga ham 3 ga ham bo'lingan son 6 ga ham bo'linadi. Demak, A mulohazamiz rost mulohaza. Xo'p, endi B mulohaza: bironta ham juft tub son yo'q. Afsuski bu mulohazamiz xato, chunki 2 degan juft son bor. 2 juft tub son. Demak, bu B mulohazamiz esa yolg'on mulohaza bo'lyapti. Chunki juft sonlar ham tub son bo'la oladi, faqatgina u 2. Demak, A rost, B yolg'on degan javobimiz esa bizda D variantga mos kelar ekan. Navbatdagi misolga o'tamiz. 7-misolimizda kasrni hisoblang degan shart beryapti. Xo'p, nima ish qilamiz? Xo'p, bunda o'ng tomonda mana bunday kasr bo'lganligi sababli biz 31 ni quyidagicha ajrata olamiz. 31 ni bitta qarz olsam 30 qoladi. Olgan qarzimni 29 taqsim 29 deb yoza olishga haqqim bor. Chunki 29 29 ga bo'lsam 1, unga 30 ni qo'shsam 31 hosil bo'lib qoladi. Demak, o'rinli bo'ldi. Minus 12 butun 29 dan 15. Endi butundan kasrdan kasr qismini ayiramiz. Shunda 30 dan 12 ni ayiramiz. Qo'shamiz 29 taqsim 29 dan ayiraman 15 taqsim 29 ni. Ya'ni butundan butun, kasrdan kasr. 30 dan 12 ni ayirsak 18 kelib chiqadi. Bunda mahraj bir xil bo'lganligi uchun 29 mahraj bo'ladi va 29 dan 15 ni ayirib qo'ysak 14 degan javob kelib chiqadi. Demak, javobimiz 18 butun 29 dan 14 degan javob, ya'ni D variantga mos keladi. 8-misol. Diametri 18 cm bo'lgan doiraning yuzi necha santimetr kvadrat bo'ladi? Avvalo, diametrimiz 18 cm bo'ladigan bo'lsa, radiusimiz diametrning yarmiga teng, demak 9 cm ga teng bo'ladi. Endi doiraning yuzasi s barobar pr kvadrat formasi orqali topiladigan bo'lsa, 9 ni kvadrati 81 pi degan javob kelib chiqadi. Xo'p, bu yerda pi degan yozuvlar qolib ketgan ekan. Xo'p, javobimiz 81 pi, ya'ni C javobga to'g'ri keladi. Testda albatta to'g'rilab qo'yganmiz. Xo'p, navbatdagi misolimizga o'tamiz. 9-misolimizda. Demak, ushbu sonini 100 dan birlar xonasigacha yaxlatlang deyapti. Xo'p, 171 butun 2181. Demak, 100 dan birlar xonasiga mana bu 2 10 dan birlar xonasida, 1 esa 100 dan birlar xonasi turibdi. Demak, 1 gacha yaxlashimiz kerak. Demak, 1 dan keyingi sonimiz bu 8, ya'ni 5 dan katta bo'lganligi sababli mana shu 1 degan sonimizga yana 1 qo'shilib qoladi. Demak, bu taqriban 171 butun 22 degan songa to'g'ri keladi. Bu javobimiz esa bizda B variantga mos keladi. Xo'p, 10-misolimizda tog'ning cho'qqisiga 5 ta yo'l olib boradi. Sayyoh tog'ga chiqish uchun bu yo'llardan biridan necha xil usul tanlashligi mumkin? Ya'ni tog'ga chiqmoqchi 5 ta yo'l bor ekan. Demak, bittasini ana shu tanlashning necha xil usuli bor deyapti. O'zi 5 ta yo'li bo'lganligi uchun uni 5 xil usulda tanlab olish mumkin bo'ladi. Demak, javobimiz C variant. Mana shu bilan 7-testimiz tahlili to'liq tugadi. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.